Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa Farg'ona viloyati Qo'qondamiz. Suvni ichishni ko'ryapsizlarmi aka-ukalar? Xudo xolasa bittadan laklab bosib turamiz. Qo'zilarga yaxshi innovatsiya mana. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz. Xudo xolasa shu yerda uy sharoitida boqilib turgan qo'zilar bor ekan. 6 va 7 oy qo'zilar mana. Ama qo'ylar mana. Qo'zilar o'zi kelib burnini suryapti mana. Suvni ichyapti. Paqirda toshi, shilin uladigan narsalar yo'q ekan mana. Ama hammasi o'rganibdi. Boshida qiyin bo'lmaydimi? Ama qo'yilama. Suv aynamaydi aka. Aynamaydi. Musor tushmaydi. Yuzda musor tushadi. Zo'r ekan mana. Mana xonadonni qo'y boqish yaxshi ekan. Kesalar mana Qo'qonda hamma yo'nalishga qo'ylar bor ekan. Uruqqa ham, so'yishga ham, marosim, ehson tayyor semiz qo'chqorlar. Xudo xolasa aka-ukalar bitta zotga yaxshi qo'chqor bor ekan. Sizlarga shuni yoritib beramiz. Qo'chqorning bo'yi, sifati, ko'chati yaxshi ekan mana. Ko'ringlarchi mana. Endi tishini yoribdi. Xudo xolasa ikki tishni endi to'ldiribdi. O'sha 15-16 oylik qo'chqor. Yo, 17 oyga borib qoladi. O'tgan yilgi shu yanvar, fevral qo'zisi. Bitta yurgizingchi. Iliklari hamma yog'i yaxshi ekan. Gazi ham uzun ekan. Ko'ringlarchi, qo'yning sifati yaxshi ekan, sotiladi. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida aka-ukalar bittadan laklab bosib turasizlar mana. Qo'yning yurishi hamma yog'i nuqsoni zo'r. 2 tish mana, 2 tishga yorgan qo'chqor. Kilosi shu 130 kilo kam kelmaydi men bilishimcha, ama menga yoqqan joyi qo'yning o'ta gazi uzun. Yaxshi sog'lig'i borlarga tavsiya qilamiz. 2 tishga tishini to'ldirgan. Bo'yini chiqdi hozir? 98. Bo'yini o'lchab bering. Bo'yi 98. Qulog'ini chirdingiz buni? Qulog'i ham 21 pilos mana. 98. Bemalol mana. Qo'ydi ham unaqasi rasa uzun ama gazi. Gazi uzun. Garmonaslar ochga bo'lgan. Ham Qirg'izistondan kelgan bu kichkinaligidan a? Ha. Kichkinaligida yaxshi pulga olganmiz. Gulliver qo'chqorning nevarasi. Gulliver nevarasi. Tozaxonlik. Shu Alixonni ko'rganlar yozinglarchi kommentariyaga laklab bosinglarchi mana. Chiqvochilikka olganmiz aka. Chiqvochilikka olingan. Alixon aytishyaptiki, sog'lig'i borlarga tavsiya qilamiz, sotib yuboramiz deyishyapti. Issiq sog'liqlari bo'lsa, Bu zo'r ishlaydi. biron marta qo'shilmagan sog'liqqa. Sog'liqqa biron marta qo'shilmagan, albatta. Qo'chqorda aka, biz Ha. Bitta hozir ko'ryapman, sog'liqqa sharoit ham, sog'liqqa iloji bor, sal kattaroq joy bo'lsa yaxshi deb turibdi bu mana. Yurib, yeb turgan qo'chqor, juda yemlanmagan. Hamma yog'i yaxshi ekan. O'rtacha hashib-hashish uydan chiqqan po'chaq bilan turgan. Qoma qo'ydi uzunligiga 5. Uzunligini o'lchab bering Alixon, uzunligini qarang mana. 130 kilo chiqadi Alixon. chiqadi. Oshib qolsa ham kerak. 130 kilo oshiroq ham keladi. Chiqvochilikka vaqtli. Bu kiloni aytishdan sababi qo'yning gazi uzun, bo'yi 98, tishi ham endi 2 tish mana. Uzunligi ham 1.10 ekan aka. 1.10 chiqadimi? Ha, 1.10. Hozir buni o'zicha metrda uzunlik 1.10 chiqadi uzunligi ham. Bo'yi 98, uzunligi 1.10. Seleksiya qilamiz deb oldik. Sog'lig'ingiz yo'qda baribir. Sog'liq oldik-ku biz boqalas ekanmiz. Ammo qo'rg'alar o'ta qalin ekan, bellari katta. Qorinli qo'ydi aka. Xudo xohlasa sotiladi. Sifat yaxshi ekan ama. Bo'yi 98, живой vesi 130 kilo. Bu yana bu sog'liq bilan yurib, Xudo xohlasa yursa 4 ishga o'tib живой vesi 170 kilolik bo'laveradi. Bemalol 170-180 kilolik. Bu hali sog'liq ko'rmasdangi holat 130 kilo kelaveradi bemalol. Sotiladi. Ammo sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmadim, ammo Xudo xohlasa katta ekan ancha. Telefon qilsalar narxini ayta olasiz. Ha, telefon qilib kelishib olamiz.
sotiladi. Sotiladi. Qirg'izistondan kelgan ko'ykalar, Qirg'izistondan kelgan kichkinaligida yurgan qo'chqor. Birorta olsalar aka foydalansin. Bizda bittalik 2 kilolik qilib boqsa foydasi bor aka. Undan ishqivozni olsa. Ha, ishqivozga. 30 sog'liqlari bo'lsa, Biron marta sog'liqqa qo'shilmagan. U so'radi, bemalol sog'liqqa qo'shilgandan keyin ancha qo'chqorning rivojlanadi. Hali bu sog'liq ko'rgan tishini ham endi to'ldirib, ikki tishini ham ochib bering Alixon. Mana. Endi tishi ham hali juda o'sgan tishi ham shu. Tishini yorgan, tishi o'sganiga 15 kun o'tmagan, hali tishi ham to'lgan tishga olma. Bo'yi 98, xudo xolasa narxini aytib qo'ying, oxirgi narxini aytaverasiz, mo'ljallingiz Alixon. aka yo'lda qilib beramiz. Oxirgi narxini aytaverasiz. 3000 dan xayriga jichcha o'taveramiz. Ha. Narxi 3000 kam bor ekan, xudo xolasa. Iloji bo'lsa kelib, ko'rib olganga yetmaydi. Ammo hamma yog'i talabga javob beraveradi. Bo'yi, uzunligi, iliklari yo'q onami. Qo'rg'alar katta qo'rg'adan xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Ammo xudo xolasa mana. O'zimiz qo'y boqqanimizga kelib ko'rib, xudo xolasa xursand bo'lib, sharoitlar zo'r ekan. Ammo unisiga beshaman mana. So'yga yugur, unga yugur degan narsalar yo'q. Xudo xolasa aka-ukalar mana. Xonadonni ham shunaqa qilib 20 ta 25 ta qo'chqor boqib, xudo xolasa tirikchilik qilsa bo'laveradi. Aka quruq yeydi. Quruq yeydi. Aqda dirabelka don to'kib qo'yamiz. Taya o'g'maydi, quruq turadi. Turaveradi. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida kesalimata marosimga, ehsonga so'yib berish xizmati bilan billa. Shu bemalol bor, hammasida mana. Qo'chqor ham bor, so'ygan odam ham o'sha yerda ishlayam bitaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Alixonga ham qo'chqorni hamma yog'i zo'r ekan, yaxshi sog'lig'i bolaga tavsiya qilamiz. Bo'yi 98, jivoyisi 130 kilo, gazi uzun qo'chqor. Aloqaga chiqaverasizlar.